Menimcha bu predmetni hamma bilsa kerak. Ha, bu oddiygina kompas. Bu predmet orqali siz o'zingizni spam bo'lgan joyingizni topib olsangiz bo'ladi. Lekin ba'zi bir Minecraft o'yinchilari mana bunday predmet borligini bilishmaydi. Bu ham kompas, lekin boshqacharoq ishlaydi. Bugungi videoda biz mana shu kompasni nimaga kerak ekanligini va qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Video siz uchun juda foydali bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga esa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Unda biz videorolikni boshladik. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz tezroq 30 mingta bo'lishimiz kerak. Aka 30 mingta bo'lgandan keyin nima qilasiz desanglar, birodarlarim 30 mingta bo'lgandan keyin biz 12 soatlik stream qilmoqchimiz. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Bu kompasni do'stlar biz craftdan boshlasak ham bo'ladi. Bu do'stlar ana craftiga, bu kompasni craftiga bizada mana shunaqa Askolki Echo deb nomlangan predmet kiradi. Bu predmetni sizlar Vardenni uyidan topsalaring bo'ladi. Naqsizlarga 8 ta kerak bo'ladi. Undan keyin esa do'stlar sizlarga albatta bitta kompas ham kerak bo'ladi. Keyin esa versakni ustiga qo'yasizlarda, aynan men qanday qilgan bo'lsam, xuddi shunday qilib yasab olsanglar bo'ladi. Ana endi sizlar craftini ham bilasizlar. Bu ajabtovur g'alati bo'lgan predmetni, ya'ni bu g'alati bo'lgan kompasni. Endi esa kompasni qanday ishlashiga haqida gapirsak ham bo'ladi. Qaytish kompasi agar o'yinchi uni qo'lida yoki inventarida ushlab tursa, to'g'ri o'lchamda bo'lsa va kamida bir marta o'lgan bo'lsa, o'yinchining o'lim nuqtasiga ishora qiladi. Aks holda kompas ignasi xaotik yo'nalishda aylanishni boshlaydi. Boshqa elementlar singari inventory o'yin qoidasi o'chirilgan bo'lsa, o'yinchi o'lsa qaytish kompasi ham tushadi. Ushbu element hardcore rejimida foydasiz, chunki o'yinchi o'limdan keyin qayta tiklana olmaydi. Do'stlar, obunachilar, men sizlardan bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolar edim. Va siz savol berishingiz mumkin, men sizning Telegram kanalingizda nima qilaman deb. Lekin shoshilmang, siz bu bizning Telegram kanalimizda siz Minecraft Bedrock Edition'ga tushadigan serverlarda har kuni maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Serverlar har kuni yonadi, har kuni juda ham ko'p bo'lgan o'yinchilar kiradi, maza qilib survival qilishadi. Jo'xam men sizlarni o'zimiz Telegram kanalimga taklif qilyapman. Undan tashqari do'stlar, sizlar bizani o'zimizda YouTube kanaliga qo'yiladigan videolarni oldindan nima haqida bo'lishini bilib olsangiz bo'ladi. Men sizlarni qiziqtirib nima qilaman, undan ko'ra o'zingiz o'ting, maza qilib survival qiling, maza qilib obunachilar bilan o'ynang. Telegram kanalimiz silkasi video ostida va izohlarda bo'ladi. O'ting, obuna bo'lib qo'ying. Endi esa obunachilar, boya aytgan gaplarimni hozir amalda sinab ko'ramiz. Mana ko'rishinglar mumkinki, meni inventarimda narsalar bor va men spam bo'lgan joyimdan birozgina uzoqlashaman va o'lishga harakat qilaman. Okey, survival rejimiga o'tamiz va o'lamiz. Ko'rib turganingizdek, meni inventarimda o'sha kompas bor edi. Endi esa men o'zimizda spam bo'lgan joyimizda turibman. Endi men kreativga o'taman-da o'sha kompasni topaman. Hozir inventarimdan o'sha nodan topaman. Men bu o'sha kompas va endi o'sha kompas men o'lgan joyimni ko'rsatish kerak. Mana bu kompasga bir qarang obunachilar. Mana shu tomonda ko'rsatib turibdi. Masalan, men orqa tomonga qaraydigan bo'lsam, yana o'sha tomonda qarayapti. Даже mana inventarda ichida ham o'sha tomonda boyaga o'lgan tomonimni ko'rsatib turibdi. Hozir o'sha tomonga boramiz. Aynan o'sha yoqda ko'rsatyaptimi, yo'qmi? Mana o'sha yerdan men oldidan o'tib ketaman va kompas chap tomonga qap ko'rsatyapti. Qoyil. Okey, kompas ko'rsatgan tomon deb tashladim. O'sha tomon boramiz va pastroq tushamiz. Mana ko'rishinglar mumkinki, aynan o'sha joy, ya'ni biz o'lgan joy va mana shu kompas 100% ishlayapti. Qoyil. Endi boshqa tomonlama sinab ko'ramiz. Yana bir marta o'lamiz, hech qisi yo'q va yana spawn bo'lamiz va kreativga sirazi tez zudlik bilan o'tamiz va o'sha kompasni asta-sekinlik bilan hozir topib, o'sha tomon yana boramiz. Ya'ni o'sha kompas ko'rsatib turgan tomon yana ko'rishinglar mumkinki, endi o'sha tomonni ko'rsatyapti. Eski joyni emas, yangi o'lgan joyimi. Va mana o'sha joy do'stlar, hozir boshqa narsani sinab ko'ramiz. Qaranglar, men shu ana joyga o'lgan joyim turibdi va endi men Nezerga o'tib ketaman va Nezerga ko'rib turganimizdek, Nezerda do'stlar o'sha ana kompas aylanib ketyapti va bizni o'lgan joyimizni hech qanaqasiga topa olmaydi. Chunki biz umuman boshqa bo'lgan anaga o'tib ketdik, ya'ni o'lchamga o'tib ketdik. Endi esa orqaga qaytamiz va ko'rib turganingizdek, yana kompas o'sha o'lgan tomonni ko'rsatyapti. Ya'ni hech qanaqasiga buzilgani yo'q. Ya'ni u yoqqa kirib chiqqanimiz uchun hech qanaqasiga buzilmadi. Faqatgina Nezerda o'zida aylanib ketdi. Endi esa yana o'laman, lekin inventarimda kompas bo'lmaydi. Ya'ni boyaga kompas bo'lmaydi. Shundoq ham meni joyimni o'lgan joyimni ko'rsatadimi yoki yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Endi esa men boyaga kompasni yana olaman va qo'limga olsam, aynan o'sha tomonni ko'rsatyapti. Yo'qmi, даже bizni qo'limizda kompas bo'lishi ham shart emas ekan. Ya'ni o'layotgan payt bizni qo'limizda bo'lishi shart emas ekan. Xo'p, qani hozir topamiz o'sha o'lgan joyimni va mana shu yerlarda bo'lishi kerak va mana kompasda qarashinglar mumkinki, kompas aynan o'sha tomonni ko'rsatib turibdi. Yo'qmi, yo bizning inventarda bo'lishi даже kerak ham emas ekan. Qoyil qoldim bor-ku. Shu bilan do'stlar, videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqansa albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Va yana boya aytib o'tganimdek, bu kompas do'stlar, sizlar agar mabodo hardcore o'ynasalaring hech qanaqasiga kerak emas. Shuni unutmanglar umuman. Va do'stlar, agar xohlasanglar, agar mabodo sizlar Minecraftda qanaqadir predmet yoki blokni bilsalaring, agar bilib turasizlar qanaqa blok ekanligini, lekin nima uchun ishlatilishi yoki nimaga kerak ekanligini bilmasalaring, albatta kommentariyaga nomini yozib qoldiring. Va men u predmet yoki blokni keyingi videoda nimaga kerak ekanligi va qayerda ishlatish kerak ekanligini polniy tushuntiraman. Unda
unda do'stlar albatta kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va unda do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha